Avtomobil qaysi yo'nalishlarda harakatlanishi mumkin? Rasmiy e'tibor bersak, tartibga soluvchan bu ishorasida avtomobil barcha yo'nalishlar bo'yicha harakatlanib biladi. Tartibga soluvchan bu ishorasida barcha yo'nalishlarga ruxsat berib qo'yibdi. To'g'ri javob F4. Bu belgi nimani bildiradi? Bu belgi ro'paradan kelayotgan transport vositalarini ustunligini bildiradi. Demak, ro'paradan kelayotgan transport vositalariga nisbatan yo'q. Demak, to'g'ri javob F2. Ya'ni haydovchi ro'paradan harakatlanayotgan transport vositalariga yo'l berishi kerak. To'g'ri javob F2. Haydovchiga belgilangan trayektoriya bo'yicha harakatlanib, manevr bajarishga ruxsat etiladimi? Ruxsat etiladi. Ikkovi bo'yicha ham ruxsat etiladi. To'g'ri javob F3. Ushbu svetofor qaysi yo'nalishlarda harakatlanishni taqiqlaydi? Faqat chapga harakatlanishni taqiqlaydi. To'g'ri javob F1. Qizil avtomobil demak, ko'k avtomobilga nisbatan ustunlikka ega, chunki asosiy yo'ldan ketmoqda. To'g'ri javob F1. Biz odatda bu savol ikki xil, ya'ni bu savolning javobi ikki xil variantda keladi. Ko'p holatlarda shu ko'k avtomobilga nisbatan ustunlikka ega, chunki asosiy yo'ldan kelmoqda degani ham to'g'ri bo'ladi. Ko'p hollarda ko'k avtomobilga nisbatan ustunlikka ega, chunki aylanma harakatli yo'ldan kelmoqda degan ham to'g'ri keladi. Bu ikkalasi o'rnini adashib turadi hamisha, almashib turadi. Demak, keyingisi yetarlicha ko'rinmaslik sharoitida yo'lning yoritilmagan qismida to'xtagan yoki to'xtab turgan mexanik transport vositasini haydovchisi bajarishi kerak. Demak, tuman yo'qotish faralarini yoki yaqin yoritish faralarini o'xshaydi. Yetarlicha ko'rinmaslik sharoitida to'xtagan yoki to'xtab turgan. Demak, gabarit chiroqlarini yoqib turish kerak. Ya'ni gabarit chiroqlari yonib turishi kerak. To'g'ri javob F3. Transport vositasi qachon faqat o'ng chetki qatordan harakatlanishi kerak? Demak, agar qaraygan vaqtda mahkamaning yuki boshib ketsa, og'ir vaznli va yirik o'lchamli yuklar. Transport vositasi texnikaviy sabablarga ko'ra, ya'ni 40 km/soatdan ortiq tezlik yura olmasa, ko'p holatlarda to'g'ri javob F4. Ogohlantirish ishorasini berish haydovchiga birinchi harakatlanish huquqini beradimi? Bermaydi. To'g'ri javob F1. Qoidalarga ko'ra, shatakka olish va vaqtida bir-biriga ulangan transport vositalari tarkibining qanday umumiy uzunligiga yo'l qo'yiladi? 20 metr. To'g'ri javob F1. Qoidalar bo'yicha necha yoshdan boshlab yengil avtomobillarni boshqarishga ruxsat etiladi? 18 yoshdan. To'g'ri javob F3. Qaysi hollarda bir yo'nalishda harakatlanish uchun 3 tadan kam tasmasi bo'lgan yo'lda to'xtash va to'xtab turish taqiqlanadi? Demak, variantlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, sanab o'tilgan barcha holatlarda, ya'ni hollarda. To'g'ri javob F3. Haydovchi tormozlashni boshlangan avtomobilning sirpanib ketishini to'xtatish uchun bajarishi kerak. Boshlang'ich tormozlashni to'xtatish kerak. To'g'ri javob F1. Haydovchi transport vositalarining to'xtab turish joylari chegarasini bildirgan uzluksiz, ya'ni chiziqni kesib o'tishga ruxsat etiladimi? Taqiqlanadi. To'g'ri javob F2. Yopiq shlagbaum oldida turgan transport vositalarini aylanib o'tishga ruxsat etiladimi? Taqiqlanadi. To'g'ri javob F4. Chorrahadan 3-bo'lib qaysi avtomobil o'tadi?
Demek resimga e'tibor bersak, birinci yeşil avtomobil, ikinci kızıl avtomobil ötedi, üçüncü demek üçüncü kök avtomobil ötedi. Doğru cevap F3, yani kök avtomobil ötedi. Haydovchi piyodalarga qachon yo'l berishi kerak? Demek hovlidan yo'lga chiqishda, yo'ldan hovliga kirishda, yonuvchi shoxobchadan yo'lga chiqishda, to'xtab turish joyidan yo'lga chiqishda, sanab o'tilgan barcha holatlarda. To'g'ri javob F5. Ko'rsatilgan holatda yengil avtomobilga to'xtab turishga ruxsat etiladimi? Taqiqlanadi. To'g'ri javob F2. Yük tashish taqiqlanadi agar tashilayotgan yük vazni shu transport vositasi uchun ishlab chiqargan korxona belgilagan kattalikdan ortiq bo'lsa. To'g'ri javob F3.